Assalomu alaykum, marhamat birdasabek. Bu o'yin o'tgan qismini bilasizlarmi? To'g'riladim. Men berdim malika quruvdim mana buni. Ko'ribsizlar. Noni men quruvdim. Adashib qoldik. Keyin berdim men qurardim. Hozir malika ovqatlanyapti-da. Hozir ertalab nima qilamiz? O'rmonga borib kelishim kerak. Hozir tez boraman, qaytaman. O'rmonlarda nima qilasan desanglarmi? Aytaman. Albatta aylanaman. Har kim mal beradi. Mana shartmas ekan. Kimir qo'yibdi bu yo'lda. Daraxtlar bor ekan. Malika qurgan. Mana tez borgan o'xshaydi. Ana shu yerda to'xtatib qo'yaman qayoqmi. Lekin uyga borib ertalab esa nima qilaman bilasizlarmi? Hech narsa qo'yaman. Keldim. Bu tarafda shunaqamaydi. Mana. Uyim qo'limni yaxshi qilibman. Albatta kommentariyaga qolib ketinglar. Podval qursam, shuncha qilib podval tayida. Mana shu yerdan kelaveradi. Hammasini yurish kerak bo'ladi. Lekin nimaga qilib bo'lishim kerak bo'ldi. Shuncha qator qilaylik, falkonida mana buni o'rniga falkonimiz. Yorqin qildik. Nima bilan nima kerak bo'ladi? Hech narsa kerak emas. Podvalda nima narsalar qo'yaman? Albatta uyimdagi narsalarni qo'yaman podvalga. Hamma joyini yaxshi qilib shuncha qator qilaman bular. Hozir ko'p bo'lib ketdi degan umiddaman. Tezroq qilish kerak bo'ladi. Bo'ldi. Bilan qo'y. Podvalni qanaqa qilsam bo'ladi? Albatta qora qilaman. Polni buzib chiqishimiz kerak. Qanachilar? Mana qora olib chiqaman polni. Savolni aytsam, men qora rangni yaxshi ko'raman. Qora bilan yashil. Bu qator yashil qilaman.
Kimdir kodlar qora yashil qirmızı. Bo'ldi. Endi ularni maqsam bular obunachilar. Yo. Qanday navga? Shartmada hozir. Suvda shivaladigan. Dabdala. Chiqib ketdi. Tashqaridan borib kesaman. Mana. Bo'ldi. Bo'ldi. Devorlarini endi qora yashil qildim. Sababini aytsam, aytdim-ku buni. Qora yashilni yaxshi ko'raman deb. Hali tazonim tayyor emas. Berdim qora yashil, berdim qora qizil. Bir yashil bo'lgan hozir. Do'stlar, yana suvni dabdala. Bo'ldi. Bir yashil. Yashil ham. Yashilni o'rniga ketib qoldim ya. Mana shu yashil bo'ldi. Qora yashil. Qora. Shu. Nima qilsam bera? Bularimizni beri qora, beri yashil. Qora, beri yashil qilib ketaveramiz. Beri qora. Endi do'stlar, bunga videomiz shundan iborat edi. Albatta meni ko'rsangiz, keyingi videolarda ko'rasiz.